Salom hammaga, sizlar bilan Striker O'zobi. Bugun biz mana Team of 2025 kelgan o'shani videosi olingan, ochilgan. Bolalar kommentariyada obunachilarim sharhlab chiqing videolarni, agar qiziq bo'lmay qolyapti, faqat musiqa bo'lsa deyapti. Shunga xo'p deb mana endi bu videoni olib bo'lganman. Endi prosta buni tushuntirib anaqa bermoqchiman, sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, mana birinchisi Team of 2025 11.2%. Birinchi ochishimiz. Bu foizlar ko'tarilsa bo'ladi. Ko'tarish uchun shu tarkibga maksimalidan sariq futbolchi olish kerak va futbolchilar sotib rekordni ham to'ldirish kerak. Agar tanga olmos ko'p bo'lsa, mana bu transferdan chiqadi-ku, o'sha transferdan chiqqan futbolchilarni quflab qo'yirish kerak. 2 kun, 7 kunga chiqadi-ku. Xo'p, birinchi agent bosilyapti hozir. O'zi agent bor ekan. 4 mingta olmos bor ekan. Bu obunachimning akkauntiga ochib berganman. Mana Ispaniyalik. Hozir sal pasaytirib olamiz. Pochta Parkantra 85. Birinchi Pedri deb o'yladim, lekin bayna chiqqan ekan. Yana bosamiz hozir. Endi 11.3 bo'ldi mana. Sariq futbolchi olindi. O'sha foizni ochaversa ko'tarilib borar ekan. Eng omad kelmagan odam 16 ochishda bitta tushiradi. Foiz 100%. O'zi 11 ta ochsa ham tushmasa 100% tushadi keyin 16-sida. Niderlandiya hech kim tushmagan bunda ham. Deyapti. 11.5% bo'ldi endi. Foiz yana oshdi. Endi buni o'zidan kirib ochib ko'rdik. Har xil yo'llar bilan nimadirlar qilmoqchi bo'ldik. Atak o'xshadi desa ham bo'ladi. Angliya. Arnold. Yana mana boshqa har xil narsalar kirib keyin ochib ko'rdik. Keyin shu joyda mana futbolchi sotish kerak bo'lib qoldi. Futbolchi to'lib qoldi. Keyin sotdik yana. O'zini sal o'tkazaveraman. Portugaliya. Vitinha chiqdi bu urinishda. O'zim standart akkaunt ko'rganim yo'q, standart kartasi bo'lsa kerak deb o'yladim boshida, lekin bizga Team of 2025 dagi yashil kartasi chiqdi. O'zimning akkauntimga ochmagan bo'lsam, obunachim akkauntiga ochuvdim, xursand bo'ldim. Ochig'i. Hozircha yaxshi. O'zi hozir 4 mingta olmosi bor edi, 2900 ta, 1100 ta olmos sarflab bitta tushirdik. Xo'p, yana bitta bosib ko'ramiz. Endi mana birinchi tushi bo'ldi Vitina, endi foiz yana 15% bo'lib qoldi. Ozgina qaytaraman, ko'rsataman. Mana 15%. Bu 11.6 edi adashmasam, 11.6 edi, yana tushib qoldi chunki bitta futbolchi tushdi bizga Vitinha. Hop, Ispaniya.
10-raqam. Pas 89. Passing. Kontrol 81. Bayina. 11-3% bo'ldi darro. 10-5%, 11-3 ga o'tdi уже, yaxshi. Yana bitta ochib ko'ramiz. Yana boshdan qo'yib ketdi. O'tib ketibdi, bilmay qolibman. Pas 79, bunda ham hech kim tushmagan. Ha, Kante tushgan bunda ham. Va futbolchilar yana to'lib qoldi, sotamiz. Xo'p, endi keyingisi navbatdagi agent Italiya. Bunda ham tushmadi. Bir tenga qimmat futbolchi. Yana bu har xil narsalarga kirib, men karyera jadvallariga qarab yana ochib ko'rdik, har xil taktikalar qilib. Va bunda Fransiya bayrog'i qoravoy Dembelega o'xshab ko'rindi boshida. Men ham Dembele deb o'yladim. Va Dembelening yashil kartasi tushdi. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, 1400 ta olmos qo'ygan bo'lsa 2600 taga ikkita futbolchi. 1478 ta olmosimiz qoldi xolos. Futbolchi bu akkauntda qulflab yotmadim. Biz tangalar kamagan 4000 dona, baribir ikkita futbolchi ishlatsam o'zgartirmaydi deb o'yladim. Agar tanga ko'p bo'lsa, futbolchi sotib qo'yirish kerak, sar futbolchilar. Yana Fransiya bayrog'i 7-raqam qora rangda, qoravoy ekan. Kaman. Bir paytlar Driniyadan eng tezkor hujum futbolchi edi. Hozir emas. Xo'p, yana bitta sarqaytiraman, o'tib ketdi. %907 qoldi yana Dembele ham tushgani uchun. Qancha ko'p futbolchi tushsa, foizi tushib ketaveradi. Ispaniya. Hop, kim? Vivian. Tushmadi yana. Yana taktika qilib ko'rdik, har xil narsalarga kirib chiqib agent bosib ko'rdik. Niderlandiya va ko'rib turganingizdek yana tushgani yo'q. Frimpong. Va shu joyda olmos bizga yetmay qoldi. Bu akkauntni aytganimni obunachimiz berdi. Kim akkauntini o'sha open pakka berib tursa, ochishga, masalan, olmos ko'p bo'lsa berib tursa, tekin sezon pas ochib beraman degan edim va mana sezon pas ham ochib berdim. Va 6 ta olmos yetmay qoldi yana bitta agent bosishga. Shuning uchun boshida sovg'a 20 ta olmosni olishga to'g'ri keldi. Va yana bitta agent bosib ko'ramiz. Oxirgi urinish. Va shu bilan olmosimiz ham tugaydi. Futbolchi to'lib qoldi yana, sotishga to'g'ri keladi. Sotdik.
Endi yana bosib ko'ramiz. Har xil yo'llar bilan bosib ko'rdik. O'zlari ham kirdik, transferga kirib Germaniya bayrog'i hech kim yo'q yana. Virtus. Va shunaqa gaplar. Turnirni olmasa bitta agentga Vitinha va Dembeleni tushirdik. Adashmasam taxminan 12 ta ochdik. 12 tada 2 ta futbolchi yomon emas. Endi baribir omadga ham bog'liq. Ba'zilar bittara tushiryapti. Ba'zilar 15 ta tushirilgani yo'q. Va shu bilan videomizni ham shu joyida yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.